Koreyada o'zini osgan qiz haqida meni ham fikrim, bu meni fikrim, hech kim meni fikrimni obsujdat qilishga haqqi yo'q. Men nafasim yetmayapti, yuragim ushab, kechasi bilan hali uyga yetib borganim yo'q. Eshitib o'sha tamom bo'ldim. Qanday qilib obsujdat qilishga haqqinglar bor? O'ldi, Alloh joyini jannat qilsin. O'zini osgan qiz falon piston. Sizlar qatdan bilasizlar nima bo'lganini? Uni hayotida yashab ko'rmadinglar. U iflos ana shu erkak moralni jinni qilib shu ozishga shu o'zini osishga majbur qilgan. Moralni jinni qilib shu o'zini osishga majbur qilgan. O'zidan o'zi unaqa bo'lmaydi. Shu erkakni orqasidan jinoiy javobgarlik ochilsin. Nima yordam kerak bo'lsa, men yordam beraman. Men yuvgani kirdim. Men Allohdan qo'rqaman. Sizlardan bandalardan emas. U badani nimaligini men aytmayman. Kallangiga cho'q aytmayman. Tushundingmi? 5 ta bolam bor meni. Men o'lganda na jeydi, na ishladi, na boshqa ovozimni yozib olhammang. Aytmayman. Undan tashqari 10 ta ukalarim mashta tayyor yozib berishga. Shu ahvolda uni sigaret chekadi, ichadi. Nima qilgan bo'lsam, seni orqangdan haromxo'r, seni orqangdan shunaqa bo'lgan. Seni orqangdan haromxo'r, seni orqangdan shunaqa bo'lgan. Men yuvgani kirdim. Men Allohdan qo'rqaman. Sizlardan bandalardan emas. U badani nimaligini men aytmayman. Kallangiga cho'q aytmayman. Tushundingmi? 5 ta bolam bor meni. Men o'lganda na jeydi, na ishladi, na boshqa ovozimni yozib olhammang. Aytmayman. Bir ayolli bir mamta chiqib tilim aylanmayapti. Nima qilasan, bir guldek umrini xazon qilib 26 yosh qizdi. Shu bola meni atrofimda o'tib qolmasin mabodo o'rtoqlar. 10 ta mashta o'tirgan ukam aytdi, opa toping, qamalsak qamaylaylik, shu bolani urib ko'kartiraylik deb. Men yuvgani kirdim. Men Allohdan qo'rqaman. Sizlardan bandalardan emas. U badani nimaligini men aytmayman. Kallangiga cho'q aytmayman. Tushundingmi? 5 ta bolam bor meni. Men o'lganda na jeydi, na ishladi, na boshqa ovozimni yozib olhammang. Aytmayman. Menga ochko-pachkoing kerak emas hech qaysingni. Menga gul puling, sher pering hech nimang kerak emas. Pul muling ham kerak emas. Men shu bolani jinoiy javobgarlikka ochishga nima yordam kerak bo'lsa, men yordam beraman. Xohlasa advokat, xohlasa o'zim boraman. Men shuni oxirigacha yetishga. Men yuvgani kirdim. Men Allohdan qo'rqaman. Sizlardan bandalardan emas. U badani nimaligini men aytmayman. Kallangiga cho'q aytmayman. Tushundingmi? 5 ta bolam bor meni. Men o'lganda na jeydi, na ishladi, na boshqa ovozimni yozib olhammang. Aytmayman. Qamalsin ana shu bola. Kimga nima yordam kerak bo'lsa beramiz. Qamalsin. Shu bugun men 10 marta tilimni tagida dorimni sepdim. Ishonasizlarmi? Shu bugun mana shu qizni ko'rganimdan keyin qo'l oyog'im qaltirab qoldi. Ro'moli o'ragan, shunaqa chiroyli qiz. Aytmayman. Na boshqa ovozimni yozib olhammang. Aytmayman. Bo'lgan payti. Tarqab ketdi. Rostda senga to'g'ri pul bermaganmi? Undan men bir tiyini qo'llamaganman. 100 ming olmaganmisan? Bir tiyin olmaganman qo'limga. Hammasini bankiga berib qo'ygan. Qancha pul yig'ilgan ekan? 10 ming 6 ming 100 ming shunaqa yiqilgan. Hammasini bankiga berib qo'yganmish. Men telefon qildim davlatga. Aka, endi so'rashga haqqim bor-ku. Men uchun bola uchun yig'ilgan u narsa. Aka, qancha yig'ilgan, qanchasini shuni tashab qilgansizlar deb aytayapman. Men so'kib tashayapti. Boyagi xotin bilan gaplashganda nerishdi asabiy buzildi, telefon gaplashgan-ku. Xuddi shunday men bilan gaplashdi. O'sha yerda korotchi kimdir bitta ayol bilan Setora bilan urushdi, bitta bola kirib kechagi zalda o'tirgan payt. Alloh biladi, o'zi bilan sirlarini olib ketdi. Shunday hojona shunday. Men hojona kecha bitta vrach bilan gaplashdim-da, bitta vrach menga telefon qo'yapti-da. Karyadamisan deyapti, yo'q desam, boyagi qiz bor-ku deyapti. O'sha vrach odamni endi aytayapti o'zi. Uni deyapti, osib o'ldirilmagan deyapti-da. Endi o'likni ko'rgan vrachlar biladi-ku, ko'rib aytayapti shu videosini. U kesilib yorilgani deyapti. Tamoznada O'zbekiston o'tayotgan payti polishini yorib ochib olaveradi uni deyapti. Buni bo'yni qismi deyapti, uni paylari cho'zilmagan deyapti. Uni paylari deyapti, cho'zilish kerak deyapti. Uni bir xil bunaqasi uchburchak simondan osilishi, uchburchak simondan qizarish kerak bo'yin deyapti.